2026 yil uchun mo'ljallangan Turkiyada Ayıldız fabrikasida ishlab chiqarilgan asel modelimiz. Modelimiz juda ham bo'ylari baland, uzunligi почти 3 metr bo'lgan divanimiz, ya'ni odatda divanlar 3 kishiga o'z bag'rini sig'dirsa, bu divanimiz 5 kishini sig'diradi. Shunaqa katta divan. Kreslolarimizga ham ahamiyat berasizlar. Juda ham chiroyli qilib, bo'ylari baland qilib ishlangan, haqiqiy inchi ranglarda, jimchujni ranglarda. Kraskalariga ahamiyat berasizlar. 3D bo'yolida, 3D mramorni teksturali berilgan. Juda ham a'lo sifatda bo'yoqlari shunaqa zo'r sepilgan. Bundan tashqari susanli zolotalari ham kerak joylariga did bilan berilgan. Modelimizda shunaqa Yevropeyka modellarda juda ham chiroyli qilib, matolari ham oqchi gulsiz, bezeksiz bo'lgan. Faqatgina shu aksessuarlarni o'ziga ozgina gulla ishlatilgan. Narxlari juda ham hamyonbop narxlarda. Kevraslar sifati a'lo darajada tabiiy yog'ochdan bo'lgan asel modelimiz. Arlida mebel bu boshqa daraja.